Ko'rinyapman. Bo'ldi, nomiga ko'rinsam bo'ldi. Kamera ushlashni ham bilmayman. Xo'p, shogirdlarimga har doim aytaman, boyagi ma'lumot turlarida, keyin bironta platformani APIlardan foydalanyaptimi, o'sha APIlarni nima deydi, dokumentatsiyalarini o'qib chiq, hech bo'lmasa deyman. Nimaga? Chunki ba'zan o'sha ma'lumot turlariga aloqador kodlar yozilganda ham dasturchilar uncha-munchasi adashmaydi, lekin ba'zan o'sha platformani API'sidan foydalanayotganda o'zi yozmagan, o'sha platformani o'zida yozilgan ba'zi cheklovlar bo'ladi. Ana o'shalarni ilg'amay qoladi. Shuning uchun har doim e'tiborli bo'lish kerak. Misol uchun yaqinda kiberxavfsizlik markazi Jack degan bot yaratgan, Telegram bot. Qorong'ulashib qoldi. Zerikmaysizlar degan umiddaman. Zeriksanglar ham bilmadim. Shunaqa bot yaratgan. U bot nima qilib, Max zo'r ishlayapti. Vazifasi nima? Gruppangizga qo'shasiz, keyin boyagi odamlar zararli link, keyin APK viruslar chiqib ketdi-ku, shunaqalar tashisa, u avtomatik o'chirib tashlar ekan. Yana bazasiga ham yozar ekan. Endi men 1027 martalab oxirgi kursdaganda shuncha test qilib ko'ruvdim u botni. Ya'ni bazasida 1027 ta murod turibdi. Bilmadim. Shunaqa zo'r ishlayapti. Tashlaysiz, misol uchun APK virus tashlayapsiz, u shunday o'qiydi-da, bo'ldi, o'chirib tashlaydi. Faqatgina o'sha gruppangizga admin qilib qo'ysangiz bo'ldi. Endi kamchiligi nima uchun boyagi samara bermaydi deb o'ylayapman, chunki mana bunaqa ko'rinyaptimi? Shunaqa kod dasturchilar, bot yozayotgan dasturchilar yozmasa ham, bu o'sha Telegram platformani o'zini ichida bor bu narsa. Endi mana shu boyagi boolean ma'lumot turiga kiraman. Adashmasam, dasturchilar bormi? Mana shu mesej jo'natayotgan kim? Robot, o'sha botmi yoki odammi? Mana shunday aniqlanadi. Ya'ni true bo'lsa bu bot, false bo'lsa bu user. Endi qarg'ani o'zim cho'qimaydi deydi-ku, Telegram shunday yaratilgan. Bitta bot boshqa bot tashigan narsalarni yoki o'sha robot sifatida kirgan narsalarni, dastur sifatida kirgan odamlarni o'sha robot deb o'ylaydi-da, uni tashigan narsalarni o'qib ham o'tirmaydi menimcha. Ya'ni o'chira olmaydi. Unaqa huquqi yo'q uni dokumentatsiyasida. Misol uchun hozir siz dasturchi bo'lsangiz, Telegram, Paragram orqali dasturlar tuzib, bir narsalar qilib, shu Telegramga odam sifatida emas, shu robot sifatida kirsangiz, boyagi bot, misol uchun siz gruppalarga APK virus tarqatyapsiz, boyagi Jack o'sha kiberxavfsizlikni boti sizni tanimaydi, ya'ni sizni tanimaydi. Adashibdim. Shu bot deb o'zini sherigi deb biladi. Keyin siz tashlagan viruslarni o'chirib ham o'tirmaydi. Endi ancha ko'p test qilib ko'rdim bu narsani. Shu bironta kamchiligi bormikan deb. Hattoki mingtalab APK viruslarni birdan tashlab yubordim. Odam sifatida-da, user sifatida. U chiroyli qotib bo'lsa ham, lekin o'chirdi. Lekin boyagi dasturim orqali kiruvdim, Teleton orqali dastur tuzib kirdim, uni afsus. Mana hozir amaliy o'zimiz ham ko'raylik. Xo'p, yaxshi, mana boshladim. Mana test uchun gruppa ochganman. Xavfsizlik uchun test gruppasi. Mana bu men, bu esa o'sha Jack, kiberxavfsizlikni boti. Adminlikni ham berib qo'yganman, vazifasini maza qilib bajarsa kerak. Endi boyagi APK virus tashib ko'raman mana user sifatida. Mana bu APK virus. Shu paytda internet qotmasa ham bo'lmaydi. Tushadi, srazi o'chirib bir narsa yozuvlar chiqishi kerak menimcha. Mana chiqdi. Xavfsizlik uchun avtomatik o'chirildi. Zo'r ishlayapti, absolyutno.
Endi o'zimni dasturim orqali bitta qilib ko'raylik. Endi VS Code ishlatamiz. Endi nima deymiz? Tekinda. Xo'p. Fayl yuborish. Bu yerda boyagi gruppani mana buni so'rayapti. Xavfsizlik uchun test edi. Kuchukcha. Xavfsizlik uchun test. Endi boyagini APK virus qayerda joylashgan o'shani so'rayapti. Men adashmasam mana bu joyda edi. Shuni kopirovat qilib tashib qo'yay. Endi erinchoqimiz baribir nima deymiz? Bu apk virus nuqta apk. Mana. Caption kerak emas bizga. Mana endi bu joyga tushish kerak. Ikkalasidan ko'rsatib qo'yay. Mana bu joyda hali yuborilyapti. Mana bu gruppaga tushish kerak. User sifatida emas, mana bu Jackkiller sifatida tashlanyapti hozir. Mana tashladi. Bu hali ham admin turibdi, lekin buni o'chirmayapti. Nimaga? Chunki bu ham bitta dastur. Men yana bir marta tashlab ko'ray. Nima edi? Xavfsizlik uchun test. Tashladim. Linkni boya kopirovat qildim. Bu apk virus.apk. Yana bir marta tashlab ko'ramiz. Hali ham admin bo'lib turibdi bu. Endi boshqaruvchi sifatida bu cheklovlar может ko'rgandirsiz deyishlaringiz mumkin. Mana shuni o'zini forward qilib ko'raman user sifatida. Qani edi mana bu. Menikini o'chiradi lekin mana bu turibdi. Zo'ra. Qisqasi shunaqa. Yechim ham berish kerak-ku. Telegram bot API dan foydalanmaslik kerak. U cheklovlar juda ham ko'p. 100% samara beradigani bu Teleton dastur turish kerak yoki Pyrogram orqali dastur turish kerak. Ana o'shanda 100% samara beradi. Boyagi user tashiganni ham botlar tashiganni ham hammasini o'chirib tashlash huquqiga ega bo'ladi.